Parkimiz tayyor bu yoqda. Birli motor 0 dan 100 gacha remont ishlashiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ovozlari hamma yo'g'i 200 mingdan osha yurgan avtorasxod, kompressorlari o'lgan, klapanlari kuygan. Bu yoqda ikkita mashina olib qolganmiz. Motorga, bu ham motorga. Buni galovkasi bo'lib qoldi. Hozir ko'rsataman. Qisqasi mahinde qilib turib obunachilar hammasi tayyorlayapmiz. Mana bu tarafda bor Nexia 3 polniy motor galovkalarini qilganmiz oldin. Hozir avtorasxod qilgan. Galovkasiga tegmasdan, xudo xolasa pastini qilib beramiz endi. Hozir Nexia'ning galovkasini ko'rsatib beraman. Mana aka, Nexia galovkasi so'ms yevro, 1.5 klapan qayraydigan varianti. Xudo xolasa komplekt klapan, sarochka pritilka go'zal qilib tayyorlab qo'ydi. Ertalab blovlari boshlanadi.